Siz tizimlashtirish deganda nimani tushunasiz? Deylik siz mahsulot olib ishlab chiqaruvchida sotasiz. Sizda necha xil tizim bo'ladi? Birinchi tizim ishlab chiqaruvchi tizimi, ya'ni ishlab chiqaruv jarayonlari sizga mahsulot tayyorlash bo'ladi. Ikkinchisi bu ta'minot, ya'ni sizga mahsulot yetib kelishi yoki siz ta'minotchi bilan ishlaydigan tizim. Uchinchisi logistika tizimi, mahsulotlarni olib kelish, omborga joylash, mana shu tizim bo'ladi. Keyingi tizim bu sotuv tizimi, narxlarni chiqarish, rejalarni tayyorlash, hududga, xodimlarga taqsimlab berish. Bundan keyin marketing tizimi bo'ladi. Ya'ni mana shu mahsulotlaringiz sotilishini ta'minlashingiz kerak. Bundan keyin moliya tizimi bo'ladi. Mahsulotlaringiz sotildi, puli keldi, bu yerda kassa kirim-chiqim, xarajatlar, foyda, sof foyda bu jarayonlar. Bundan keyingisi bu analitika tizimi. Mana shu barcha jarayonlarni analiz qilib, yana ishlab chiqaruvchiga ma'lumot berishingiz kerak. Endi mani biznesim 15 kunda, 20 kunda tizimlashadi deb qo'yish bu xato. Chunki biznesingiz mana shu bosqichma-bosqich ketsa, 6 oy, 1 yil davomida tizimlashadi. Ushbu mavzu tizimlashtirish, boshqarish, xodimlar bilan ishlash, analitika bu mavzular qiziq bo'lsa, yaqinlaringizga yuboring. Albatta, sahifamizni kuzatib borishsa manfaatli bo'ladi.